Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube ishqibozlari, aziz yurtdoshlar, Xudo xohlasa yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib navbatdagi zakaz bo'yicha tayyorlangan 100% lazerniy variantda yasalgan shumkali 3 qavatli variantdagi navesimizdan ustanovka qilib berib yakunladik. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, chiroyli qilib o'rnatgan navesimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz va albatta xonadoniga shunaqangi temir naves, temir toklar qildirish niyatida yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, yoqsa bittadan like bosib, ekranda nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli yurtdoshlar, bu navesimizni Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumaniga zakaz bo'yicha tayyorlab olib ustanovkasini qilib berdik. Xonadon egalari bizni Instagram, YouTube'dagi ijtimoiy tarmoqlarimizni kuzatishib, albatta o'zlariga ma'qul kelgan fasondagi naves tanlashib, zakaz qilishganda kelib o'lchab, mana shu xonadonlarda birgalashib maslahatlashib, mana shu fasonga to'xtalib, chiroyli qilib yasab bitkazib olib ustanovkasini qildik. Navesimiz razmeri uzunasiga 15 metr, eniga 12 metr razmerda bo'ldi. 100% lazerniy variantda. Hozirgi kunda juda ko'p yurtdoshlarımizga ma'qul kelib turgan, qiziqib turgan fasondagi lazerniy variantdagi navesimizni o'rnatdik. Ko'rishlaring mumkin, stoykalari 8 ga 6 lik profil, divoynoy qilib orasiga lazerniy listdan foydalanib bitirganmiz. Asosiy yuk ko'taradigan firmalari, hurmatli yurtdoshlar, 4 ga 4 lik 2 lik stenali profildan foydalanganmiz. Oralariga 1.8 lista lazerda gul o'ydirib, chiroyli qilib, idealniy qilib, mana shu svarkani o'rnlarini ham uzil-kesil ko'rinmaydigan qilib, buni yaqinlashtirib ko'rsatib beraman. Sifatli qilib ishlab berganmiz. Va mana shu yana bir e'tibor beradigan joyi, mana shu tepasiga tashlangan DF oq panelani ham chokiga qo'yib, umuman pastdan qaraganda ko'rinmaydigan qilib, mana shu profillarni tepasiga to'g'rilab, hurmatli yurtdoshlar, xullas sifatli holatda qilib ustanovkasini yakunladik. Va asosiy yuk ko'taradigan firmalari har biri 20 sm ga tashlanib, o'rtasini havo aylanishini hisobiga, yorug'lik tushib turishini hisobiga mokr asfalt svetdagi leksandan qatirib, chiroyli qilib ishlab berdik. Hurmatli yurtdoshlar, bu navesimiz 1 kvadrat metri dastavkasi, ustanovkasi, materiallari hamma xizmat ichida kvadrat metri 500 ming so'mdan tayyor bo'ldi. Aynan mana shu fasondagi, shu ko'rinishdagi navesni 400 ming so'mdan 1 kvadrat metrini 500 ming so'mgacha yasash mumkin va hozirgi kunda 300 ming so'mdan 550 ming so'mgacha naveslar yasalyapti. Bemalol ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab.